Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Muhammad Sodiq, ya'ni Sodiqning pastki chiziqcha 001. Sizlar yangi va yangi kanaldasizlar. Men Robloxdan ham qo'yaman, FK Mobile'dan ham qo'yaman. Do'stlar, kanalga obuna va like esingizdan chiqazmanglar. Mana menga Ronaldolar berdi. Portugaliyani tanladim. Siz O'zbekistonni ham, Luboy Braziliyani ham tanlasangiz bo'ladi. Men Portugaliyani tanladim. Men Turkiya bilan hozir o'ynayman. Kim yutadi deb o'ylaysizlar? Oldindan kommentariyaga yozib qoldiring. Faqat oldindan. Aytgancha Turkiyani tanlasangiz Real Madridda bilasiz. Artugullar bor, turkiyalik 15-20 metr naryoqdan gol chiqqan o'sha gullar bor. Do'stlar, men 5-sekundidan gol urdim. Tasavvur qilyapsizlarmi? Lekin bu yerda 1 minut ko'rsatyapti. Mana bu yerda. Do'stlar, ketdi. Oldindan yozib qoldirdingiz degan umiddaman. Oxirisini ko'rib olib, keyin yozmang. Ko'rdingizmi? Avtogol bo'ldi. Qarab turing do'stlar. Qarang do'stlar, qarang. Udar qildi Ronaldo, o'xshamadi. U varatar orqaga yurayotganda qopto orqasida edi. Gol bo'lib ketdi, avtogol. Do'stlar, mana yo'q. Ronaldo. Oy Ronaldo, tur. Jota Ronaldo pas berib yuborgan edi, shuning uchun bu Ronaldo emas. Mana shu gol qildi. Do'stlar, qarang, men chiroyli sizlar ham chiroyli aldaysizlarmi? Shuni shpoq va bitu. Jubasga dedi. Ronaldo'ni ko'rdinglarmi do'stlar? O'zini komandadoshini jopasiga tepdi. Bordimi? Bilmasdan qildimi, bilmayman. Do'stlar, qarang, chiroyli gol. Qilyapti mashina do'stlar. To'g'ri bo'lar taxminimda.
Rahmat jigar. Lekin tugadi-yu jigar. No, qiyanis. Jigar boshlang. Уже bizda qopto deb hisoblaymiz. Tasavvur qiling, что 4-0 endigina do'stlar, ko'rdinglar. Ikkita golda ham bittasi jo'paga turib yubordi, bittasi yonidan o'tib qoldi. O'shaning uchun gol bo'la olmadi do'stlar. O'shaning uchun uzr do'stlar. Ikkinchi minut boshlandi. Time. Endi shvoq qilamiz. Endi shuni bittuda Ronaldoni almashtirishar ekan. Ungacha Ronaldo ketdi. O'yindan endi shu bilan keyingi o'yinda ko'rishamiz. Oyog'ingga so'kardimi? Lekin so'kinish yomon do'stlar, so'kinmaylar. Do'stlar, men 10 minutdan keyin kelaman. 10 minut emas do'stlar. Avto pilotda o'ynab turadi do'stlar. Xabar bo'lmay turinglar. Meni kimdir chaqirib qoldi. Gaplashayotganim hech kim eshitmasligi uchun mikrofonni o'chiraman. Do'stlar, qanaqa gol bo'ldimi? Gol bo'lmadimi? Qanaqa gollar bo'ldi do'stlar? Kommentga yozib qoldiringlar. 6-0 o'zi do'stlar. Qanday zo'r gollar bo'lyapti do'stlar. Gol 7-0 do'stlar. 7-0. Suxoy уже. Do'stlar, qarang, kommentariyaga yozinglar-da, 5-0 bo'lsa Suxoy bo'ladi. 10-0 bo'lsa-chi? 10-0 bo'lsa do'stlar, ko'rib turibsizlar, 7-0 ga yutdim-man. Shunaqa qilib do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha sizlar bilan Sodiq pastga chiziqcha 001.